Yeter yıl oldu. Zavod kuruluşu başladı. 20 ming tadbirkor 500 ming malakali ishchidan 2 milliard 500 million oldim. Shunga qildik bu. Mana ko'rdik. Ishlayapti-da o'sha aytgan gaplarimiz. Sog' bo'ling, rahmat. Ko'rishganimdan tanishganman. Hurmatli prezident, anjomlarga xush kelibsiz. Rahmat. Shu 15 so'tli yerimga katta texnika olib kelgani biroz qiynaldim. Shunda shu mini traktorni ixtiro qilishga bel bog'ladim. Va mana bugungi kunda shu traktorni ixtiro qildim. Bir omonat gapim bor edi, ota-onam salom aytib yubordi sizga. Salom deb qo'ying. Rahmat. O'qiyman deganing uchun men senga hurmatim oshdi. Rahmat. Rahmat. O'qigan iloyim. Sizlarni ko'rsatmayotgan asalni yeb qo'yadi. Salom alaykum. Rahmat sizlarga. Salom alaykum. Ichilgan ham driver olib ketdi. Ramzonda. Siz yaxshi oldingizmi? Surayyo O'zingiz chiqaryapsiz. Tan narxi. Hozir tan narxi 15 ming so'm. Qanchadan sotyapsiz? 60 mingdan menga bahorda xaridor chiqdi, o'zimiz yonlarimiznikida. Lekin sotmadim. Boqsam undan ham ko'p bo'ladi. 500 gektar yangi ektik texnikalarimiz orasida Qozog'istonga 40 gektar ekdik. O'zi. Hozir yana kuzda ularga ham 300 gektar ekamiz. Oldinga yurish uchun ikki hissa harakat qilyapmiz. Rahmat. 365 kun 24 soat demak boqish mumkin bo'ladi. Bu hosildorlikni juda ham yuqori darajada keskin darajada oshiradi. Odamlar baliq yemaydi. Arzon turib sifatli, xavfsiz qo'yaylik baliq. Shunday bo'lsa, o'sha darrov qanaqaga tushadi. Pakopkada ishlab chiqarish. Brend bo'ldi bu Andijonda. Qayerda? Andijonda shaharda. Shaharda o'zgardi. Shunday butunlay chiqadi, ta'limni e'tiboringni ta'limga jamlaymiz. Bu bizda mentalitetimizga to'g'ri keladigan gap aytyapti. Hozir mana o'zimizda Oltin ko'lda 500 ga yaqin mebelchilar bor. Ularni qo'lida bo'lasida 10 mingga yaqin ishchi xodimlar.